Assalomu alaykum. Aka, ukalar, opa-singillar. Yurist jurnalist. Mana 14-mart kuni murojaat qilyapman sizlarga. Yurist jurnalist kanalini rivojlanishiga podдержка qilmasalaring juda ham qiyin ahvoldamiz. Sizlarga mana shu hozir yurist jurnalist yangiliklarni beryapti, kam chiqyapti, har kuni chiqardi, har 2 kunda chiqardi. Hozir 4-5 kunlarda bizda moliyaviy ahvol juda ham og'ir. Biz yuridik tashkilot yilda oxirida ko'p soliqlar chiqdi. Juda ham ko'p soliq. Daromadga ham, mulk solig'i ham har tomonlama chiqyapti. Lekin sizlardan rivojlantirishga ko'proq like, podpiska, har bir meni kanalimga a'zo bo'lgani yo'q, mana kompyuterda ko'rib o'tiribman. 100%dan 70% o'g'rincha ko'ryapti. Podpiska qilmasdan kuzatuvchi bo'lib ko'ryapti. 30tasi aktiv like ham izoh ham beryapti. Qolgani passiv 70%. O'zbekistondan necha foiz, Rossiyada necha foiz, Ozarbayjonda, Qozog'istonda qancha endi ko'rsatib turibdi hammasini. A'zo bo'lmaganlar ham keyin chiqyapti. Noo'rin savollar ham beryapti. Qachon olib kelasiz? Shuni dangal ayting. Men bosh vazir emas-ku. Bosh vazirga prezident 109-qaror bo'yicha topshiriq bergan va 25-yilda qonuniy kuchga kirdi. Jinoyat protsessual kodeksida 610dan 623 gacha 13 ta modda qonuniy kuchga kirdi. Perevod haqida. Rossiyada 469, 471. Bizda O'zbekistonda 2024-yil 5-dekabr chiqdi. Senatda 24-yil 23-sentyabrda tasdiqlandi. 13-mayda Qonunchilik palata 24-yil proyektini ishlab chiqargan. Bizda bosh prokurorimiz birinchi o'rinbosari. Endi birinchi o'rinbosar ham ko'p podдержка qilyapti. Bahriddin Valiyev hurmatli oldin Toshkent shahrini prokurori edi, Buxoro prokurori edi. Hozir bosh prokuraturani prokurorini birinchi o'rinbosari. Juda ham katta podдержка. Svetlana Artikova. U shu как раз proyektni avtori ishlab chiqargan. Mana bizda videolarda chiqaveradi. Ularda analitiskiy jamoa fikrini o'rganadigan analitik guruh bor. Ana shu mana men hozir bugungi videom bilan 400 ta video chiqyapti. Shuni 80% mana shu 80% именно migrantlarga qamoqda, Rossiya qamoqda mahbuslarni
228 bo'yicha, ikkinchi o'rinda 132-34 bo'yicha, bu nomusga tegish. 228 to'rtinchi bu narkotik moddalarni Rossiyada ishlab chiqarish hamma mexanizmlarni o'rgandim. Mana shu ishlab chiqarish bo'yicha shu narkotikni bizni 11 yildan qamayotgan bo'lsa bo'yicha hozir yengillik kiritaman deyapman. Bittasini generalniy prokurorga, O'zbekistonga. Shuni обязательно general Bahriddin Valiyev ko'rib chiqadi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari va обязательно yana senatda senator bo'lib qatnashadigan bosh prokurorning o'rinbosari Svetlana Artikovna, chunki senatni raisini o'rinbosari u tomonda ham ishlayapti. Ana shu proyektlarni shu Svetlana opamiz, Svetlana bizga singlimiz qilib beradi. Buni hozir polniy proyektni mana 100 varaqlab men tayyorlab Qirg'izistonda tajribasini, ssenariysini o'rganib chiqdim. Ular qanday 24-25 yil 1,5 mingta odamni olib kelgani juda ham bu fenomen. Chunki qirg'izlar o'zi Rossiyada ham migrantlari komfortni yashab kelgan. Chunki Evrazga azob bo'lgan, patent to'lamaydi. Любой ishda ishlaydi. Biznikilarga patent to'lash, chunki biz Evrazga Rossiya ikkita nima qo'ygan bizga. O'rta Osiyoga ikkita shart qo'ygan. Bizda migrantlarga soddalashtirish registratsiyalarni, migratsiyada ishlash, ish topish, ish o'rni yashash, migratsionniy ligotani juda ham soddalashtirishini shartini qo'ygan. O'zbekiston birinchidan Evrazga a'zo bo'lish kerak. Mana Qozog'iston, Qirg'iziston, Armeniya, Armaniston ular a'zo. Bizda O'zbekiston, Tojikiston bilan a'zo emas. Keyin Qozog'iston, Qirg'iziston, Armanistonda preimуществоsi qanday, nimadan ustun bo'lib turibdi bir pog'ona bizdan. Ularda ikkinchi til, davlat tili rus tili. Bizdiki 89-yilda shu davlat tili rus tili deb chiqqan edi. 92-yilgacha qonuniy kuchda edi. Undan keyin 92-yilda latinchaga o'tib ketib, rus tili statusini umuman olib tashladi. Hozir endi вообще qisqartirish deyapti. Bu Rossiyaga biz borayotganimiz, naborot, mana hozir endi ekzamen qabul qilyapti bizda migrantlardan Rossiyada. Uni to'xtatadi mana shu 26-yildan tashqi ishlar va migratsiyasi bo'yicha boshqarma, ana shu boshqarma rus tilidan komissiyalar tashkil qilib O'zbekistonda o'zida test ekzamenlar topshirtiradi. Sertifikatni o'zlari beradi. Chunki Rossiyada falshiviy sertifikatlar ko'payib ketdi. Ular qamalishi ham mumkin shu sertifikatni. Ana o'zbekdan so'rayapti, "Русский знаешь?" deyapti. "У тебя же сертификат где взял?" desa, "Bozorda" deyapti. Tam подземный переходda yerto'larda ham sotar ekan. "За сколько купил?" desa, deb ko'rsatyapti. 5,000 rublga sotib olyapti.
Ruschani umuman bilmaydi. Бытовой, обыкновенный ham bilmayapti. Как до метро пойти, где находится аптека, где хлеб, сколько стоит хлеб. Shu so'zlarni bilmaydi. Endi производствоda yo qurilishda ishlagan подавай kirpich desam, kirpich подавать qilish kerak. Bu hamma nimani bilish kerak. Boryapti-da. Chunki mana Amerikaga yo Yevropa davlatlariga bo'lsa, обязательно ingliz tilidan topshiradi ekzamen. Ekzamen emas, bilish kerak. Bilmasa deport sразу. Bizlarda hali ham mana endi deport qilishga boshlayapti. Yazikovoy til bo'yicha. Bizda bilmayman, bir ikkita deputatlarimiz bor, rus tilini qisqartiringlar deyapti. Qanday qisqartirish? Til bu boylik. Til bilgani yaxshi emasmi? Ikkita til, uchta tilni bilgan juda ham bu. Bizni mana revolyutsiyagacha ham o'zimizda ziyolilar bo'lgan, jahidlar ham, ular ham ingliz, nemis tillarini bilgan. Shuning uchun развитый bo'lgan. Mana Eron angliyskiy полный biladi. Shuning uchun развитый. Rus tilini ham biladi ular. Rus tili ham kerak, chunki esingi davlat butun mana shu Osiyolar, Germaniyada ham rus tilida gaplashadi. Rus migrantlar tiqilib ketgan. Shuning uchun Germaniyada ham Yevropani mana shu Serbiya, Bolgariya hammasi slavyanskiy rus tilida gaplashadi. Shuning uchun mana endi hozir migratsiyani Belorussiya olib ketyapti. Oilalaringdan kelinglar deyapti. U yerda hali ham mana 34 yilda biz yo'qotib yubordik kolxoz savxozlar. Teginmagan kolxoz savxozlar turibdi shunday joyda. Животноводство, kolxoz, savxoz o'zi Lukashenko prezident o'zi SSR vaqtida kolxoz savxozni raisi bo'lgan. Mana shuning uchun Ukrainada ya Belarusiyada Belarus eng kuchli nima bizda mana fermerlar hammasi Belarusni yaxshi ko'radi. Mana eksperiment bo'ldi. 90-yillar, 20-nolvoy deydi yillar. Olib keldi nimadan? Olib keldi Amerikadan. USAID degan. USAID Amerika shunday nimasi bor. Programmasi. Uni bo'lsa USAID o'zbekmi deb Magnum olib keldi. Yana boshqa traktorlar olib keldi. U bizga to'g'ri kelmar ekan. Bizda eng kuchli mana shu Altay traktori, Алтайский крayda. Belarus, пожалуйста. Даже Qozog'istonda Kazakhstanis degani bor. U ham zo'r. Endi fermada ishlatganmizda, fermer ham bo'lganman. Shuning uchun aytyapman. Endi hozirgi vaqt bizning migrantlarning ahvoli juda ham yomon. Shu bizni rus tilini ikkinchi davlat tili status qilmagani uchun 20-30% O'zbekistonda ruskoязычный, ruskoговорящийlar bor. Bu ruskoязычный degani o'ris degani emas. Mana rus tilida gaplashadigan o'zbek, koreys, qozoq, tatar, qirg'iz yashayapti-ku O'zbekistonda. Tojik bir-biri bilan gaplashganda ham межнациональный gaplashadi. Biz internatsionalniy davlat. Bir-birimizdan quri дружба deydi. Bir-biriga qarshi bo'lmaydi. Mana endi shu shartlarni qilmagani uchun migrantlarning положенияsi nima uchun buni aytyapman? Bu предисловие, как лирическое отступление deydi. Bu bizni o'zbeklar 228 bilan, 8 mingta заключенный nimani Rossiyani Gufsin при министерстве юстиции deydi. Gufsin главное управление федеральной службы исполнения наказаний. Главное управление федеральной службы исполнения наказаний.
ular struktura pri Ministerstvo Yustitsiya Adliya vazirligiga qaraydi. O'zini armiyasi bor, o'zini operlari, ana shu turmani охрана ham qiladi. Ichida operlar, rejimliklar, охраналар, sudlarga hammasi konvoylar shu Gufsindan. Gufsin hozir endi bizda o'zbek mahbuslar Gufsin ma'lumotnomasi bo'yicha, statistikasi bo'yicha 8 mingta o'zbek bor ekan. Bor yo'g'i butun Esingi davlat, chet el, Amerika davlatlarimi, Irondanmi, Tursiyadan tushgan zaключенныйлari bilan birga bor yo'g'i 28 mingta ekan. Zaключенный 28 mingta. Atak Rossiyada 1000ta koloniya bor. Shundan 700 tasi исправительный koloniya, 100 tasi SIZO, 100 tasi крытый, закрытого типа turma sistemasi и 100 ga yaqin LIU, лечебно-исправительный трудовой. U bansalar. Yuqumli kasallar hammasini bansalar. Ana o'zimiz O'zbekistonda Sangarodok deydi, Qo'yliqda, Devatka, shu yerda ishlaganman men. Otryadda, начальник отряд, Xosbanda deydi, 100 kishi. Powerlar, mexaniklar, sartaroshlar, banyachi, bibliotekachi, shtabda ishlaydigan ana shular hammasi spetsiyasda, даже sanchasda ishlaydi. Yordamchi bu. Tabletkalar tarqatadi. Ertalab spetsiyasga qo'shilib dokument tarqatadi. Ovqat tarqatadi, cherpak bilan balandadi. Ana shu hammasi xosayственный nima deydi? Otryad deydi, otryad. Otryadga bo'lingan. Zonada 2000 kishi bo'lsa, 20 ta otryad bo'ladi. Har bittasida 100 tadan. Начальник otryad ana udoga chiqarishga начальник otryad butun hammasiga kartochka olib boradi. Xulq atvori bo'yicha. Strukturasini aytyapman. Ana shu ma'lumoti bo'yicha Rossiya bo'yicha agar 1000 ga yaqin koloniya bo'lsa ham, shundan 770 tasi исправительный koloniya, 8 mingta o'zbek o'tirar. 8 mingtadan 80% 6 mingtasi 228. Keyin ikkinchi o'rinda 131-32 nomusga tekish, ya seksualniy домогательство, u отдельный, u nimada jinsiy aloqada bo'lmaydigan bunday. Bizda O'zbekiston teginchoqlik qildi degan. Ana shu ikkinchi, uchinchisi hozir ko'payib ketgan falshiviy dokument. Mana hammasi sotib olyapti, ular ham tushyapti. Keyin 162 bu bosqinchilik, 158 o'g'irlik o'zi boshlanyapti o'zimizda o'zbeklar. Keyin 205 endi uncha ko'p emas. Bu terrorizmga yordam, u избирательный nima qiladi. Keyin hozir ko'p взятка bilan dacha 200, O'zbekistonda 11 deydi, Rossiyada 291. Birinchi chasti kamroq beradi, chiqib ketsa ham bo'ladi, sразу. Beshinchisini u 1 million rubldan 10 ming dollardan oshsa, u juda ham katta. Ana shu bilan olib kelib chiqarib yuboraman deyapti-da, keyin olib kelganda ushlatib delo qilyapti. Shuni ham ular hozir zvaniy olyapti, mukofot olyapti, $1000. 228 da ham eng nimasi, bizniklar tashqi ishlar migratsiyani eng
xatosi mana aytib qo'yyapman. Shuni bartaraf qilish kerak. Broshura bunday nimalar chiqarish kerak. Jurnallar samolyotda uchib ketayotganda ham, poyezdda ham ketayotganda, avtobusda ham Rossiyaga hozir mana Toshkent, Novosibirsk ham bor, Toshkent, Irkutsk ham bor, Toshkent, Moskva bor. Ketyapti avtobuslarda. Ana shu avtobuslarda o'qib ketsa bo'ladi. Borganda razrabotka qilish kerak. Telefonda notanish odamlar ish taklif qilsa, telefon orqali hech kimga pasportlaringni bermanglar. U o'zimizda o'zbeklar chiqyapti. Laqablar har xilday qilyapti. Tog'a degan, Dona degan. Aytyapti. Aka, pasportingizni kopiyasini taylang menga. Men sizga расчетный счет olaman. Bizga ishlaysiz. Biz siz bilan shartnoma qilamiz. Onlayn tartibda telefonda. Ularni ko'rmaysiz hech qachon. Ana shu tuzoq, lavushka. Чистый biznikilar ana shu lavushkaga как подопытный кролик bu yonda ketadi. Tak ana shu yerda yopiladi, tuzoqqa tushib qoladi. Kapkan. Бесплатный сыр mышеловка deydi. Sichqonni qopqoni. Bepul nimasini qo'yadi, sirni hidini nima qilib borgandan, tishlagandan ana uzilib ketadi, yopilib qoladi, chiqa olmay qoladi. Ana shunday ushlatyapti. Qanday tushib qolganini bilmayapti. Aytyapti telefondan dannilaringni ber. Ana shu bergan pasportiga haqiqatda расчетный счет bilan plastik karta o'sha ochib beryapti bankda. Hatto 24-yilda Gosdumani fevralda qarori chiqqan. Migrantlarga O'rta Osiyolarda расчетный счет ochish mumkin emas, firma ochish mumkin emas, bankda счет ochish mumkin emas. 25-yilda qonuniy kuchga apreldan chiqdi, sim karta berish mumkin emas. Sim karta olish uchun registratsiya o'tasiz, patent topshirasiz. Keyin genomniy ekspertiza bilan daktiloskopiya topshirasiz barmoq izlarini. Shundan keyin olish mumkin. Mana men o'zim ham ola olmadim. 15 kun Vladivostokda ham, Novosibirskda ham, Chitada ham ola olmadim. Rat shunday besviyas qoldik. Birovni sim kartasini o'zimizda migratsiyalarda ishlab yurgan постоянно место жительства bor olib tursa bo'ladi. Ularga ham aytyapti. Birovga bersa, bilsa, uni ham jarima qiladi yo lishat qiladi hadis. Yo jinoiy javobgarlikka tortadi. Shunday qilib biz hozir переводdan juda ham ko'p menga savollar kelyapti. Savol beryapti. Перевод bo'ladimi konkretno? Bo'lajakmi deb nimadan ham chiqyapti, Xorazmdanlardan. Endi O'zbekistonda bir tomonlama chiqqan. Bu 24-yil 13-sentyabrda yo 13-mayda hayitdan oldin O'zbekiston Qonunchilik palatada Svetlana Artikovna tomonidan ishchi guruh proyekti, chet eldan olib kelish proyektini ishlab chiqardi. 24-yil keyin 24-sentyabrda Senatga kiritdi. Senatda tasdiqladi. Tasdiqlagandan keyin 24-yil dekabr 5-dekabr 8-dekabrgacha 3 kun qolganda Konstitutsiya kuniga Prezidentimiz Shavkat Miromonovich qo'l qo'ydi. Va pastida nazorati bosh prokuror Nigmatullo Yo'ldashevga ijrosi Vazirlar Mahkamasining raisi bosh vazir Abdulla Aripovga ijrosini ta'minlagan. Bir tomonlama. Endi u shu bo'yicha 109 ko'p
otalarga men aytdim, shu chiqqan. O'zim ham yozdim. Rossiyaga ham ответ keldi, menga ham, barcha onalarga. Xalqaro yo'q-ku deyapti. Haqiqatda 1998 xalqarodan konvensiyadan qolganmiz, lekin yana bitta konvensiya bor ekan, bu hozir aytayotgan Qirg'iziston fenomeni, Qirg'iziston tajribasi, Qirg'iziston ssenariysi. Ular nimani jonlantirgan? 1998-yilda 21-mart kuni Strasburg shahrida, bu Strasburg Fransiyani g'arbida joylashgan Strasburg shahrida chet el fuqarolarni chet elda qamoqqa ozodlikdan mahrum bo'lib jazoni o'tayotganlarni o'z vataniga qaytarish konvensiyasi bor ekan, jahon bo'yicha. Bunga 2005-yil Rossiya Federatsiyasi Vladimir Putin ratifikatsiya qilyapti. Ratifikatsiya qilib, qonun kuchga qilyapti. Keyin qo'shni respublikamiz Qirg'iziston 7,5 million aholisi bor. 1,5 mingta Rossiyada mahbusi bor ekan. Mana bizda 37 million aholiga 8 mingta mahbusimiz bor. Ularda 1,5. Shu Sadir Jabbarov 22 dekabr 23-yil 20-dekabr 23-yilda Yuqorgi Kengashni qaroriga shu Strasburg konvensiyasi 1983-yilda chiqqan konvensiyaga a'zo bo'lish qaroriga qo'l qo'yyapti. Buni Qirg'iziston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi faxriy yorliqni tayyorlayapti, gрамотасini tayyorlayapti. Uni 3 oy ichida Strasburgda tasdiqlab kelyapti. Keyin 24-yilda bu qonuniy kuchga kiryapti. Shu avgustgacha kiryapti. Undan keyin 24,5-yil polностью 1,5 yil ichida 1,5 mingta odamni olib kelib oldi. Qolganlari qoldi, отказ qilishib huquqi bor ekan. Biz Rossiyada qolamiz. Rossiyada условия turmadiki yaxshiroq ekan. Ayrim joylarda shunday ekan. O'zlari og'aynilari ko'p ekan. Juda ham ko'p. Chunki ular bespatent ishlayapti. Qozoqlar ham bespatent ishlayapti. Faqat o'zbek bilan tojiklar qolib ketyapti. Начальник koloniyalar kutyapti. Sizlarning davlatlaring o'zini fuqarolarni himoya qilmay ekanda. Sizlar nima unday yetimga o'xshab qolib ketyapsizlar deb gapiryapti. Yozinglar. Lekin konvensiyaga a'zo bo'lsa, keyin ko'rilar ekan Rossiyada. Ana shu qoldi. Agar shuni hozir qilsak, mana shu proyektni men поддержка qilsak, rivojlantirishga, mayli. Xayriya nima shotam qo'yaman, taylamanglar. Kim 10 ming so'm, kim 20 ming so'm, bir kasa
sho'rva ham bermaydi. 10 mingga bitta non beradi. Shularni taylasalaring ham mayli, yig'ilib sizlar baribir ko'pchilik-ku. Lekin bu tomondan rivojlanishdan yordam beringlar. Men like so'raganim yo'q. Like'ni qachon so'radim? Hech qachon so'raganim. Like'ni sizlar bosinglar o'zlaring. Tezroq yetib borib. Bu YouTube'da sistemasi shunday ekanda. Tartibi shunday ekan. Qancha ko'p bossam, men aytdim, like gadoyma desam, bu mana shunday nimalar, murojaatlar. Lekin to'g'ri. Kimlargadir bu lekin ularni podpисчиgi 100 mingta, 1 milliontalar bo'lsa, mana Nasim Qodov, u millionlab pul keladi. Lekin bizlarda bu o'zimiz uchun ochganmiz. Ro'yxatdan qonuniy o'tganman, soliq to'layapman. Bu nimalar ko'ngil ochar, ana guruhlar, onalar guruhlari hech qanday ochgan, hech qayerda statda ham, soliqda ham davlat ro'yxatdan davlat xizmati markazida ham ro'yxatda yo'q, reyestrida ham yo'q. Ular hech kimga hech narsa to'lamaydi. Ko'ngil ochar, ochib olgan. Ular noqonuniy. Ularning murojaatlari ham yo'q, ularning pechati ham yo'q, ularning blankasi ham yo'q. Ular yozganini ham e'tiborga olmaydi. Endi bizlarnikini oladi. Bizlarga elektronniy pochta bergan yurdik. Men hozir Rossiyaga shuni chiqardim. Rossiya bilan polniy prokuratura, sud nimada. Mana ikkinchi nima variant. Hozir urushga ketganlarni ham mana ko'p bloger onalar ketyapti axtarishga, qidiruv bo'layapti degan nimalar chiqyapti, videolar. Qayerda qidirasiz? Rossiyada 1126 ta shahar bor. Shundan 16 ta shahar milliondan oshiq, 16 ta. Birinchi o'rinda Moskva, o'zi почти 10 milliondan ko'p. Peter 5 million, 3-chi o'rinda nima? Novosibirsk, undan keyin Yekaterinburg, Kazan juda ham ko'p. U keyin shu milliondan oshiq shaharlar juda ham ko'p. Endi bizda nimalar shu axtarib borganlar военный komissariyatga ham bormayapti. Kontrakt qilib punktlar bor. Turma bilan ish qilayotgan shu koloniyaga ham bormayapti. Koloniyadan qayerga ketganini ham aytmayapti. Faqat biz axtaryapti. Uni rasmini chiqarish kerak. Anketni, pasportni danlarni qo'yish kerak. U qo'ri karta xumani qo'yib pul yig'ib. Unga bedarak yo'qolgan bo'lsa ham 6 oydan keyin qarori chiqadi. O'zlari gruppalar bor, volontyorlar o'zlari topadi. Topayapti, u o'zi Rossiya ixtiyorida. Ularda har bir nimasiga 2 ming dollardan bizning pullarga bu где-то 25 million shu yerga pul ketyapti. 4 oy yo'qolsa o'zi 100 million pul turibdi shu yerda. Yana nima qiladi? Odamlardan pul so'rab, yordam beringlar. O'zbekiston hokimiyatidan so'rab, hokimiyat unga naborot ichki ishlar 154 bilan jinoiy ish qo'zg'atadi. Endi bedarak yo'qolgan bo'lsa yoki vafot etgan bo'lsa, o'sha jinoiy ishni to'xtatadi, yopadi. Lekin ota-onalar, og'aynilari borib polniy pullarni mana biz mana menga borish shart emas. Sherdan o'tirib zapros beramiz, voyenkomatdan xat keladi. Voyenkomat agar reaksiya bermasa, garnizonniy prokurorga. Prokuror o'zi chaqirib olib, qani Putinning 98-chi nimasi bor. Polniy vafot etganlarga 5 million, ikkinchi tomondan har bir gubernatorствоda, har bir regionda xayriya fondi ochilgan, nima ijtimoiy sotsialniy fond deydi. Pri administratsiya, meriya deydi. Shu gubernatorning nimasida
ochilgan bo'ladi. Ana shu yerda 30 ta tomondan ligota bor. Hamma tomondan farzandlariga yordam puli. 3 million единовременный pul bor. U 5 milliondan tashqari. 3 million bedaraklarga 3 million. Nima? Yana пособие beriladi. 3 milliondan tashqari birinchi shu fondni o'zi beradi. Bedarak degan 6 oyda o'zi yo sud orqali yo okrug военный armeyskiy nimadan prikaz chiqadi, chastdan o'chiriladi, bezvesti deb chiqaradi. Kriminalistika ekspertizalarini shu nimadan Rostovda qiladi hammasini. Agar chunki hamma приграничный joyda Donetskiy, Luganskiyda yo Krasnoarmeyskiy направлениеda urush bo'lsa, shu yerdan jasadlar topilmasa ham, fragmentlarini topsa ham, kriminalist ekspertlar qaysi portlovchi, qaysi raketadan portlab ketgan, qanday parchalangan, hammasini заключение beradi. И судебный медицинский. И специальный spiskalari bor. Bedarak yo'qolganlar. Shundan topsa bo'ladi. Internet orqali. Hozir qaysi zamonda? Borib, sarson bo'lib, keyin odamlardan kuniga 80 ming rubl dollar pul ketyapti. 80 dollar kuniga. Bu 80 dollar ham 1 million so'm. Bir kunda ketyapti. Shuni o'tirib olib topsa bo'ladi internet orqali. Mana men shu o'zimizda Termizda turib, Rostovdan, hamma joydan, Yekaterinburgdan, военный частlardan, военный prokurorlardan, garnizon prokurorlardan xatlar kelyapti. Qanday spiska, qanday nima? Keyin mana Ziyoda opa degan menga chiqyapti. Borishga pulim yo'q. Mayli yordam pulini topamiz, boramiz. 800 milliongacha pul. Keyin hozir yaqinda yana keldi. Bu 5 milliondan tashqari 3 million nima? Endi turmush o'rtog'im nima qilgan? Krediti bor opani, krediti. Endi bu jasorat bir tomondan. Bu o'zini farzandlari, oilasi 3 ta farzandi bor ekan. Shunday o'tiribdi, chak-chak yoqayapti, nimasiz. Bu onaxon 3 ta bola bilan 30 million krediti bor ekan. Uni chiqish mumkin emas ekan, nochor. U MIP zapret qilgan, chiqishga krediti bor. Eri bilan birga shuni uylarni remont qilamiz deb olgan, keyin eri aytganki, shu turmush o'rtog'i urushga ketyapti, Amurskiydan borib Donetskiyda vafot etyapti. Uni gruz 200 qilib o'zlari olib kelyapti. Yo'qolsa извещение keladi. O'zi uyiga специальный военный комиссарlar, volontyorlar ishlaydi. Uyiga keladi, bezvesti propal. Давайте bankda счет ochinglar deb o'zlari o'rgatadi hammasini. Biz endi mana shu kelgan nimalariga ruschada, o'zbekcha yuridiskiy xat qilaman. Xat qilib olib kelib xizmatni qilyapmiz. Xizmat endi bu davlatdan pul so'rab, keyin xalqdan o'zi qiynalib qolgan, plastik karta Rossiyadan Sberbank deb ochyapti, bu yoqda O'zbekistonnikini ochyapti. Bu noto'g'ri. U hozir qaysi zamonda turyapmiz? Shundayga o'tirib topsa ham bo'ladi, keyin borganda hamma hujjatlarni borganda qaytarib olsa nima bo'ladi? Borib kelish o'zi bir 2 ming, 3 ming dollar ketadi. Bu bir 30 millionga tushib kelasiz. Borib, yeb, ichib, joylar, biletlar sarson bo'lib qaytib kelasiz. Qaytib kelgandan keyin shu narsani qilishingiz kerak. Shuni xat berib, готово, все. Ular necha marta mana Ziyoda opa degan Rahimovaga 4 ta xat keldi. Kamchiligi bor. Mana prokuraturadan tekshirdi, kamchiligi bor. Nimaga nimalarda u farzandlarini maktabdan spravkadan tashqari rus tiliga perevod qilinmagan. Nimaga
guvohnomalari perevod qilmagan. Hammasini tarjima qilib, tayyorlab, tarjimani ham Moskvada, Lomonosovada adliyada litsenziyasi borlar. Shtrix kod qilib, shtrix kod keyin Rossiyada bazada ko'rinadi perevod чистый. Ana ularga приятный ishlash. Bo'lmasa qaytarib yuboradi. Hamma narsaga. Mana bitta onaxon chiqyapti, Tozagul opa Qoraqalpog'istondan. Ikkita farzandim deyapti Rossiyada. Bittasi qamalib yotibdi, bittasi mana yordam yozib turibmiz. Turmush o'rtog'im o'zim qilaman deb borsa, turmush o'rtog'i shu birinchi farzandi 93-yil tug'ilgan ekan. Nimada Donetskda vafot etibdi. Endi uni jasadini ham nimaga olib borgan? Rossiyada Novosibirskka olib borgan, shu yerda olamiz degan pulni. Keyin voyenkomat komissiya tekshirsa 93-da tug'ilgan bo'lsa, siz nimaga turmush o'rtog'ingiz bilan 95-yilda zaksdan o'tgansiz? U qaynatalar shu vaqt mana oilasi aytyapti, turmushida qo'ymagan, to'sqinlik qilgan bizni uylanishimizga. Chunki u turkman xotin bo'lgan, Turkmanistondan kelib kelin bo'lgan Qoraqalpog'iston Beruniga. Keyin 95-yilda siz olib keyin uni otalikka ham olmagan ekansiz, qaytarib yuboryapti. Endi men aytaman, endi o'zingiz qilasiz uni. Keyin o'ziga yordam beruvdim, 7 yil olgan o'g'liga. Mana yozdik, ходатайство. Xat keldi. Mana 10-mayda, mana hozir mana 14-mart bo'lsa, yana 15 kundan keyin o'zi 1-aprel, yana 30 kun, 44 kundan keyin mana o'g'li chiqib ketar ekan, mayda. Mayda deyapti, kelinglar, o'zi 9-maydan keyin 10-da biz o'zi unga chiqaryapmiz. Mana shunday hujjatni garantiyniy probatsiyada u yoqda nima qilishga xat olib kelinglar. Bo'ldi. Udoga chiqyapti, досрочныйga. Mana Udo bo'yicha ham ishlayapmiz. Udoga, пожалуйста, chiqinglar, dokumentlarni tayyorlanglar. Yilini qarab, qachon chiqishigacha men aytaman. Qancha mana ota-onalar bo'yicha. Biz shuni bilan ham shug'ullanyapmiz. Udoga chiqarish. A перевод proyektini qilyapman. Proyekt u hammaniki. Individualniy перевод ham bor, ikkinchi xil. U отдельно unga xizmat qilamiz. Hamma tomondan mana shunday yordam xizmatlaringizga bizni jamoat yordam tayyor bo'lib turibdi. Ana shunday. Endi hozir yana bitta yangilik aytaman. Bu perevod to'g'risida ham endi mana urushdan olib kelish to'g'risida ham hammasini yurist qilish kerak, urushdan olib kelgan. Yurist bo'lmasa, rus tilini yaxshi bilmasa, mana borganlar qo'shilishib, bizda ko'p blogerlar rus tilini ham bilmaydi, gaplasha olmaydi. O'zbekcha u nima kerak? U yoqda boshqa odamni baribir bir o'ris advokatni yollayapti, unga o'zimizda o'zbeklardan pul yig'ib beryapti. Mayli, bilganini qilsin, lekin bu yerda mana biz ham shu yerda o'tirib sirazi rus tilida ham любой yuridskida qilib beramiz. Endi arzimagan nimaga? Xizmatga. U Rossiyada juda ham ko'p oladi. 10 barobar O'zbekistondan stavka katta. Yana mana nima bo'yicha hozir aytaman sizlarga, apellyatsiya, kassatsiyalarda ham farzandlaringiz birinchi yozsa, через nima spetsчас turma bo'yicha o'zi shablonni men jo'nataman. Advokat ham kerak emas. Ularni qonun bo'yicha или сам deyapti, имеет право, или advokat deyapti. Ikkinchi o'rinda. Birinchi o'zi. O'ziga mana yordam bersak, kompyuterli variant qilib jo'nataman, o'zining nomidan dejurniy uchastka beradi, через spetsчас pechat stamp qo'yib jo'natadi. 8 ta yurisdiksiya bor. Kassatsiyada, Rossiyada 8 ta yurisdiksiya.
8 yurisdiksiya, например, Vladivostokda. Yamalari, Nenetskiy, Saxa, Yakutiya, Kamchatka, hamma nima Уссурийск, Xabarovskiy kraylar, Primorskiy kray, Amurskiylar hammasi 8 yurisdiksiya. Bizni konsulstvo ham shu yerda 8 ta nimaga regionga qaraydi. 8 yurisdiksiya 8 ta region emas, 28 ta. Har bir yurisdiksiyada 28 ta. Mana Krasnodarda unda ham отдельно Volgograd qaraydi, Bryansk, Kursk hammasi qaraydigan spetsialniy nimalari bor. Har bir yurisdiksiyani 4-yurisdiksiya deydi uni. Bilganlar mana 2-yurisdiksiya Saratov. Unga o'zi Saratovga Mordoviya, Podmoskoviya, полностью Yaroslavl, Nizhniy Novgorod, hammasi u yoqqa qaraydi. Endi shu nima bo'yicha, kassatsiya bo'yicha, yaqinda mana apellyatsiya bo'yicha через generalniy jo'natyapman. Generalniydan Primorskiyga xat keldi. Siznikini ko'rib chiqamiz degan zo'r xat keldi. Ota-onalarga jo'natdim, menga keldi. Siz qo'ygan vajlarni ikkita advokatnikidan tashqari siznikini spetsialniy generalniy kelgan ekan. Bizni Primorskiy krayda вышестоящий krayda prokuratura USO deydi. Уголовно-судебный отдел boshqarmasi, jinoiy sud boshqarmasi, jinoiy ishlar bo'yicha sudlar boshqarmasi, sudlarni nazorat qiladigan prokuratura boshqarmasi. Shundan vakil qatnashadi deyapti. Agar noto'g'ri qo'yilgan bo'lsa qonunlar, men uni isbot qilib berdim, полный isbot qilib berdim. Hozir yana 228 bo'yicha ham sizlarni bir xursand qilaman. 228 bo'yicha mana Toshkentdan kassatsiya yozyapti. Davlatov Sardor bo'yicha ishi bo'yicha 228 hozir Sabaykaliga perevod qilibdi Krasnodardan. Chitada ekan. 228 4 bo'yicha. Undan tashqari hozir ko'rib chiqayotgan Bekovatdan Atakulovniki Bekovatdan eshitayotgan bo'lsalaring. Undan keyin Kostramada mana Surxondaryo Bandixondan akajon. Ana sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Sherobod, keyin Sherobod. Ana undan ham Qazanda mana yaqinda kelib ketdi. Abduganiyev bo'yicha. Keyin Buxorodan Primorskiyda qamalgan Spassky Dalniy degan rayonida sudida hozir Krasnoyarskda 13 yil bergan Ro'zimurodga. Mana Robiya degan oilasi, uni ham hozir ko'taryapmiz. 415 bo'yicha yangi ochilgan holat bo'yicha yozyapmiz. U chunki kassatsiya, apellyatsiya srogi o'tib ketdi. Uni o'tib ketgan bo'lsa, yangi ochilgan holat muddati cheklanmagan. Ana shuni sizlarga aytmoqchiman. Keyin hozir mana Toshkent Oqqo'rg'ondan ham 7 yil olgan. Mana shu bo'yicha ham nima, keyin Qarshi Ko'kdala degan joydan Podolskiyda o'tiribdi. Shu bo'yicha ham 228 bo'yicha. Mana endi 205 bor. U Qo'qondan Omskiyda o'tiribdi. Keyin Shahrisabzdan ham o'tiribdi Amurskiyda. U bo'yicha ham Shahrisabzdagi opa bo'yicha ham, o'g'li bo'yicha ham Siriyada pul o'tkazgan deyapti. Siriyada ular 22-24-yillar qamalayapti. Mana shu 205 bilan terrorizmga yordam berdi. Kimdir sotkasini olyapti-da, chet el banki rekvizitlari bo'yicha buni har kim ham bilmaydi. Chet elga o'tkazish, ingliz tilida fransizatsiya deydi bank tilida.
bu o'tkazish chet elga, счетga, Siriyaga. Siriya qayerda? Urush ketdi. Urush 16-yilda уже Rossiya o'zidan ketgan ekan. Qandayga endi nimalar ham haligi idish, eagle deydi. Ular hozir Siriyada yo'q уже. 20-yilgacha bittasi ham qolgan. Afg'onistonga kelgan bular. Afg'onistonda 21dan keyin Amerikanlar kelgandan keyin ular kirib keldi. Shu nimada yuribdi. Shuning uchun mana yaqinda Pokiston bilan urush bo'ldi. Ana shu eagle'ni bolalari ish qilib yotibdi o'rda. Bizni mana Termizga, Tojikistonga yaqin. Endi hozir mana bizda nima 205 dan qamalganlar endi terrorizm bo'yicha-da, ular aloqasi yo'q pul o'tkazish bo'yicha. Shunga FSB, Rossiyaning FSB'si sun'iy ravishda delo qilyapti. Narkotik bo'yicha sun'iy ravishda ish qilganni ham hozir men Al-Kutubaga o'tkazyapti degan, KTD degan. KTD qayerda bular nima uchun o'tkazadi dollarni? Bu FSB palichka ish bo'layapti mana shunday migrantni ushladik degan o'rda ham mukofoti bor shunday. Narkotik bo'yicha bitta narsani topdim men 220 so'm. Nima aytib berdim men? Birinchidan telefon orqali ishlayapti. Ularni невозможно установить deyapti. Ular chet eldan qilyaptimi, boshqa joydan qilyapti. Biz tergovchi aytyapti, telefonda topolmayapmiz. Telefonlari bor. Bankning счетini qanday ochilgan chet elda bo'lgan bo'lsa, u yoqdan zvon qilib ochtiribdi, qarang. Mafiya emasmi? Чистый korrupsiya. Keyin ikkinchidan 4-kasb bilan u производство ishlab chiqarish, to'xtamay ishlab seriyni deydi. Unda bizda migrantni xomashyo saqlaydigan xaltalarda kokainmi nimani agar geroin chiqaradigan bo'lsa yoki opiy chiqaradigan bo'lsa nimalar bo'lishi kerak? Mak, ana u nimani xomashyosi bo'lishi kerak. Ishlab chiqaradigan. U yo'q, u Rossiyada gryazniy chiqaryapti. Bizda tozasini chiqarsa, o'rda gryazniy sintetik odamni qotirib taylaydigan. Ana shu bilan ishlatyapti. U rossiyskiy производство. Lekin bizda o'zbeklarni chaqiryapti-da, ana shuni tarqatasan deb telefonda verbovka bizga telefonda tushirasan zakladka qilgan joyingni, biz daraxt ostida lesoposadkani ichida, parkning ichida keyin jo'natasan deydi. Va pul to'lab qo'yadi bunga ozga. U yoqdan $1000 olyapti, narkotik, например, bunga $100 beryapti. Yo $100 ulardan olyapti za doza narkotik. Bu bizni zakladchikka $10 beryapti. U xursand, $10 ishladim. $20 ishladim kuniga deb. Bu internetga ketyapti. Bu Akim oxirida biznikini ushlayapti. Sotishga suiqasd qildi deb. Oluvchida bitta ham buni texnik ekspertiza, kompyuterni texnik ekspertiza qilganda bitta ham oluvchidan telefoni ham yo'q, zakaz ham yo'q, pul ham plastikiga tushmayapti. Bu qanday? Ular olyapti, bu qamalyapti. Uni qanday tushunsa ular? Narx основной men topganim bitta ham hukmda mana menda 600 ta deyiladi. Atak 6000 tanikini hozir xalqaro qilib reviziya qilsa, mana shuni hozir O'zbekiston Bosh prokuraturasida besedasiga birinchidan kiraman mana shu martda. Valiyev Bahriddin akaning oldiga Svetlana Artikovaga hammasini tushuntiraman. Shunday mana shu bundan izlanish da mana shunday ochilib qolyapti. Nimaga O'zbekistonda narkotikni ushlaganda mana 1 kilo opiy bilan ushladi, $200 ga sotayotganda yo $1000 ga sotayotganda dalil ashyo
sotgan ham qo'lga tushyapti, sotib olgan ham qo'lga tushyapti. Narxi ham chiqyapti. Bularni mana shu O'zbekiston hozir urgangan 600 ta delada bittasida ham narx yo'q. Bittasida ham sotayotgan bizniki emas, u tayyorlangan bizniki. Pexota konveyerda. Rahbar sotayotgan narkotik bergan odam yo'q delada. Uстановить невозможно. Olayotgan ham ular ham yo'q deyapti. Ular pulni o'tkazib qo'ygan-ku internet magazinga. Narkotikni. Olayotgan ham yo'q. Mana masalan Yekaterinburgda 1,5 million aholi bor ekan. Shundan 240 dan 400 gacha narkoman bor ekan. 400 mingtagacha. 3dan bir qismi. Lekin mana shularga qancha doza tayyorlash kerak? U qancha milliard pullar aylanib yotibdi. Milliard. Lekin gramlar uchun qamalyapti. O'zbek gram uchun qamalyapti. Tonnalab sotganlar ushlanmayapti. Lekin Ukraina nimada? Belarusiyada ushlayapti. Endi O'zbekistonda ham olib kelganda, O'zbekiston ham bosdi. O'zbekiston ham молодец. Belorussiya молодец. İnternet magazinini shunday bosdi. 150 ta ishchisi bor ekan. Verbovщиклар ham bor ekan. Kompyuterщиклар ham bor ekan. Bitcoinchilar ham bor ekan. Kriptovalyutachi ham bor ekan. Pulda obnalchilar ham. Ular narkodan ana shu taylagan, bizni bechoralar taylagan, yemagan somsaga taylagan telefonda ko'mgan joylarda bir kimdir olish kerak-ku uni. Ana biznikini qamayapti, yog'ini sud ham tekshirmayapti. Sud umuman tekshirmayapti. Sud eng Rossiyada iflos sud. Bitta yigitga bo'lmasa mana Sho'rchi, Surxondaryo, O'zbekiston, Vladivostokka bordim shu koloniyaga. Rekord Ginnes'a bitta 5 yashar bolani onasini oldida koridorda, qanday ular koridorda odamlar yuribdi, ojiz, bespomощный состояние, ojiz vaqt ahvolda yotgandi deyapti, qo'ldan so'rashgan, qo'li tegib ketyapti jinsiy organiga deyapti. U shorta kiygan. Plenumda yozilgan, обнаженный agar ko'rib ushlab nimasini ushlasa 132 seksualniy домогательство deb unda yo'q. Keyin psixiatrический ekspertiza psixologlar ham aytyapti. Pedofiliya u bolada yo'q, u desantniyda xizmat qilgan sog'lom bola unday qilmaydi. Yo'q, onasini bitta показание. Голословный quruq показание bilan on схватил birinchidan 2 kungacha bormagan. So'limlashganini bir sekunda ko'ryapti. U beri ruki deyapti. Все, извините deyapti koridorda. Uni eksperiment qilish kerak. Qani shu. Chunki shu so'limlash ular ikkalasi sog'. Hech qanday berda jinoyat yo'q. Lekin 17 yil beryapti shu epizod bo'yicha. Sotkasida dejurniy statya qo'yapti, bu quruq chiqmasin deb. Yana qo'shish uchun 15 sekundlik bir video topayapti. Bir Xitoydagi bir bola bilan nima erkak tushgan, uni ham bir do'sti taylagan. 242-modda pornografiyani ishlab chiqarish, xuddi uni studiyasi borday, xuddi u специальный seksualniy pornografический kanal ochib internetda tarqatyapti. Unday narsa yo'q hech qanday. Ana shu через internet tarqatilgan 242 ta punkt G'si bor ekan. Shundan 7 yil berib boryapti. 7 yil. Любойda, buni shkolnik любойda sotkasida pornografiya bor. Любой mana internetga o'tirsam ham porno desam chiqib keladi. U nima kerak uni? Millionta chiqib keladi. Chiqib keladi. Shunday buloqqa o'xshab, mingta buloqday. Okean. Lekin buna 7 yil berish. Ikkalasini qo'shib сложение 61-modda deb 20 yil beryapti. Patolog 20 yil. U уже
bizda как umrbodday. Ularda ham umrbod уже 20dan oshig'i umrbod. 25 yilgacha umrbod. Agar shuni hozir urush vaqti umrbodni 20 yilni zamin qilsin, rastrelga desa, otib tashlaydi. Nima uchun? Biz u sog' bo'lsa, u haligi unday bespomощный состоянияda bo'lmagan bo'lsa, bespomощный, unday ojiz, nimasiz qolgan, yordamsiz qolgan nimada u yerto'laga qamab qo'yish kerak, chiqarmash kerak, qo'rqitish kerak. U narsa yo'q-ku. Hech qanday narsa yo'q. Ana shuning uchun men aytyapman, shunday 5 kunlik dunyoda hozir o'ta adolatsizlik bo'layapti. Mana. Rahmat sizlarga. Yana keyingi efirgacha.